Bu hafta yakshanba tongida UFC mavsumining eng kutilgan va janjalli to'qnashuvlaridan biri o'tkaziladi. O'rta vazn chempioni Hamzat Chimayev sobiq champ Shon Stricklandga qarshi. Bu jangchilar o'rtasida dushmanlik va heyt shu darajada kuchliki, UFC birinchi bor chempionlik jangi oldidan face to face marosimlaridan voz kechdi. Hatto Habib va Conor o'nlab qo'riqchilar nazoratida yuzlashtirilgandi. Biroq Shon oxirgi intervyularida jiddiy ketdi. Kerak bo'lsa, qurol bilan gaplashaman dedi. Hamzat esa ortga chekinadigan yigit emas. O'zi muammo qayerdan chiqdi? Chimayev va Strickland ancha yillar oldin mashg'ulotlar va sparinglar o'tkazgan. O'sha payt orasida nimadir o'tdi. Hamzat chempion bo'lgach, Shon Treshtokni boshlab yubordi. U qo'y boqar, echki boqar, laganbardor, sovg'alar uchun Chechniyaga qaytib borgan, erkakcha xarakteri yo'q, Covidga yutqazib faoliyatini tugatmoqchi bo'lgan. Agar yonimga 3-4 tog'aynisi bilan kelsa, ularga qarshi o'ylamay qurol ishlataman. Bu hali bir qismi. Chimayev Treshtokda uncha faol emas. U Shonni yolg'onda, gapiga javob bermaslikda aybladi. Bu jang atrofidagi voqealar. Bevosita uslubga kelsak, Chimayev bosim va parterda ustun. Strickland yaxshi kardioga ega, stoykada tartibli ishlaydi, zarba ko'tara oladi. Boksi intensiv, zarbalarni aniq va maqsadli beradi. Janggacha o'yinni boshlaydi va raqibining teri hamda ong ostiga kirishga urinadi. Chegaradan chiqishi ham mumkin. Duplessis bilan bo'lgan voqea esingizdadir. Xo'p, endi asosiy savolga javob berib ketaman. Hamzat Chimayev Shon Strickland jangi qayerda namoyish etiladi? UFC'ning barcha turnirlari singari albatta Setanta Sports jonli efirda namoyish etadi. Markaziy janglarni o'zim sharhlab boraman.